Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonda dahshatli falokat boshlanadi. Fuqarolar farzandlaringizdan ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ertaga O'zbekistonda 1G darajadagi magnit bo'roni kuzatiladi. Olimlarning aytishicha, bu yer yonidan o'tadigan o'rtacha hajmdagi plazma chiqindisi sababli kuzatilmoqda. Respublika aholisi ayniqsa ertangi kunning birinchi yarmida bosh og'rig'i va holsizlikni his qilishi mumkin. Ko'proq dam olish, suyuqlik ichish tavsiya etiladi, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni do'st va yaqinlaringizga ham yuborib, ularni ham bu ofatdan xabardor qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.